Allohning borligiga iymon etmay, Allohni inkor qilgan kishi har bir zarrachining ham hokim, ham mahkum bo'lishini e'tirof qilishga majbur bo'ladi. Hokimlik bilan mahkumlikning bir narsada bo'lishi aslo mumkin emas. Masalan, bir binoni tashkil qilgan xish toshlarning joy-joyiga qo'yilishi bira ustiga mansub qilinmay, o'zligidan shundoq silinib qolgan deb qaralsa, har bir toshni ham hokim, ham mahkum deb qabul qilishga to'g'ri keladi. Mazkur toshlar birlashib bir binoni shakllantirganligi uchun hokim bu qarorlaridan voz kechib, binoni tashlab ketanmaganligi uchun mahkumdir. Xuddi shuningdek, agar bu qurilmani Janobi Alloh emas, balki atom zarrachilari paydo qilgan bo'lsa, mazkur qurilmadagi zarrachilar ashu kamkutsiz a'zo va organlarni borliqqa keltirish uchun birlashgan bo'ladi. Shundaqla mazkur organlarni yasashni qaror qilib, boshqaruvchi hokimlik ham qonun yo'lga qo'yg'uchilik sifatiga ega bo'lgan bo'ladi. Shundoq, ular bir yerga kelib, masalan, bir yurak yasab chiqishni qaror qilgan deyli, bu qaror bir hukm bo'lsa, bu qarorni berguchi hokim bo'ladi. Ondan ular o'zlari yo'lga qo'ygan ashu qonunga bo'ysunish orqali o'zlarini mahkum qilgan. Chunki hech bir zarracha o'zlari borliqqa keltirgan organdan ayrilanmaydi. Bu bir mahkumlik deganlik. Mundaqcha aytsak, bir atom boshqa atomlarni buyrug'iga bo'ysundirish orqali hokim bo'lgan bo'lsa, yana boshqa atomlarning buyrug'iga bo'ysunish orqali mahkum bo'lgan bo'ladi. Holbuki hokimlik bilan mahkumlikning bir shaxsda birli vaqtda mavjud bo'lishi mumkin emas. Bu dunyoda ham hokim, ham mahkum bo'lgan hech kim yo'q. Undaqda Allohni inkor qilish uchun dinimizdagi sanoqsiz hujayralarda mazkur ikki sifatning borligini qabul qilish kerak. Allohga iymon etmagan kofirning qalbida mana mushundoq minglagan asossiz fikrlar mavjud.